Hozir esa biz qanday qilib ovozli xabar orqali yoki cheklarni skanerlagan holda xarajatlar qo'shish mumkin ekanligini ko'rib chiqamiz. Shunchaki ilovaning asosiy bo'limida ko'rishimiz mumkin tez qo'shish degan imkoniyatlar bor va eslatib o'tishim kerak, bu imkoniyatlar faqat premium obunada bor. Hozir esa biz qanday qilib ovoz orqali xarajatlarni qo'shish mumkin ekanligini ko'rib chiqamiz. Shunchaki ovoz orqali kiritish tugmasini bosamiz va bu yerda ilova mikrofon uchun ruxsat so'raydi. Mikrofonga ruxsat berganimizdan so'ng shunchaki kundalik xarajatlarimizni ilovaga ovoz orqali aytamiz. Men bugun taksiga 25 ming xarajat qildim va $2 ga non sotib oldim. Ko'rganingizdek ovoz yozuvini tahlil qilyapti va hozir bir necha sekundlardan keyin u avtomatik ravishda ilovaga qo'shib qo'yadi. Ko'rganingizdek men bir audioda ikkita har xil bo'lgan xarajatlarni aytdim. Bu degani esa bizning ilova avtomatik ravishda har bir xarajatni tahlil qiladi, toifalaydi va ilovaga avtomatik ravishda qo'shib qo'yadi. Va birinchi xarajat bu taksiga ketkazgan xarajatim edi. Ilova uni avtomatik ravishda tushundi va hisobni aytmaganligim sabab asosiy hisobdan o'zi avtomatik ravishda ayirib qo'ydi. Ko'rganingizdek birinchi tranzaksiya bu taksiga bo'lgan xarajat va hisob yig'ib qo'ygan so'mdagi pulim. Va bu degani agarda siz ilovaga qaysi hisobdan xarajat qilganligingizni aytsangiz, ilovani o'zi avtomatik ravishda tushunadi. Va ikkinchi xarajatim bu non xaridi bo'ldi. Ko'rganingizdek men bunday kategoriyani boshida qo'shmaganman va shu sababli sun'iy intellekt o'zi avtomatik ravishda bu tranzaksiya boshqa toifaga tegishli ekanligini aytayapti va agarda men bu narsani qabul qilsam, avtomatik ravishda mana shu toifani ilovani o'zi sizga qo'shib qo'yadi va ko'rganingizdek oziq-ovqat kategoriyasiga tegishli ekan bu tranzaksiyamiz. Va men boshqa pul birligida aytganligim sabab mening asosiy pul birligimga o'zi avtomatik ravishda konvertatsiya qilib qo'ydi. Ko'rganingizdek ilova juda ham aqlli.